Bolani necha yoshda sunnat qilgan afzalroq? 1 yoshdami, 3 yoshdami? Dolzarb mavzuga aylanishga ulgurgan va ko'pchilik ota-onalarni hozirgi kungacha o'ylantiradigan savol. 1 yoshda qilgan afzalmi yoki 3 yoshdami? Bu mavzu haqida oldin ham post joylaganman va keng muhokamalarga sabab bo'lgan. Bolani 1 yosh va 3 yoshda xatna qilishning afzallik va kamchiliklari. 1 yoshlik bolani sunnat qilgandagi afzalliklar: bolada psixologik travma va qo'rquv hissi kamroq bo'ladi va bundan tashqari teri tezroq bitadi. Qonash va asoratlar yoshi katta o'g'il bolalarga qaraganda kamroq bo'ladi. Kamchiligi deyarli yo'q. 3 yoshlik bolangizni xatna qilishdagi afzalligi: bolangizga faqat xatna jarayonini oldindan tushuntirib bera olasiz. Kamchiligiga keladigan bo'lsangiz, bolangiz qo'rqoq va injiq bo'lib qolishi mumkin va bundan tashqari xatna jarayonida og'riq ham sezadi. Ba'zi holatlarda bolangizga narkoz berishga ham to'g'ri keladi. Ilmiy tomondan o'g'il bolani 7, 14, 21 kunlari xatna qilish afzal hisoblanadi. Endi siz aytingchi, farzandingizni necha yoshda xatna qildirgan bo'lardingiz? 1 yoshdami yoki 3 yoshdami? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.